Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun 2025-yil, Xudo xolasa 6-aprel sizlarga aksiyani dim o'rnida qo'yib beracakman. Toza partiya masakillarimiz geldi. Birdan aksiya qo'yib beracakman. Boshlanishından Xudo xolasa birinchi sodamizni ochib bergan odamga dim dahshat priz qo'yib qo'ytman. Gelib ko'rib xarid qilaversa, Xudo xolasa masakilimizga keladigan bo'lsak, Skymax 6 akkumulyator 1800 ming, 130 180 kuzov kengligi. Buni bahasına keladigan bo'lsak, bahasi 18 million so'm. Birinchi sodamizni shu masakilni olib bergan odamga Xudo xolasa prizini navda bo'lasizlar. Yechida bo'lmagan aksiyani qo'yib beryapmiz sizlarga aziz obunachilarimiz. E'tibor beramiz. Tiko avtomobilni qo'yib beramiz. Gelib ko'rib xarid qilaverasiz, Xudo xolasa. Tiko avtomobilimizga keladigan bo'lsak, 98-yilda ishlab chiqarilgan motor xodoyina keladigan bo'lsak, remontdan chiqib turibdi. Atidon 0dan chiqib turibdi, radiatorlar nacha tozadan qo'yilib turibdi. Bir yil turasizlar, gelib ko'rib xarid qilib, Xudo xolasa haydab ketaverasiz. Hamma narsasi tayyor turibdi. Adresiga keladigan bo'lsak, Axim Baba Elektroset, Xudo xolasa yana Dubay Mo'ysamyonda turibdi. Gelib ko'rib xarid qilaverasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bir like, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz azizlar. Shoshilib qolamiz.